Mana bugungi bemorimiz turmushlariga 9 yil bo'lgan, ikkilamchi bepushtlik bilan kelganlar, ya'ni bitta o'g'illari bor, lekin hozirda qayta homilador bo'la olmayaptilar. Rentgenga tushganlarida rentgenda har ikkala trubaning uch qismlarida mana ko'rib turganinglardek suyuqlik yig'ilib qolgan, mana uchburchak bachadon. Va bemorimiz operatsiya qildiraman deganlar, operatsiya qildirib, operatsiyadan keyin homiladorlik qayta yuzaga kelmayotganligi uchun qaytadan rentgenga tushganlar va bu rentgenda 6 oydan keyin o'ng taraf umuman yopiq chiqyapti, chap tarafda esa yig'ilib qolish holati, ya'ni 3 oy ichida qaytadan yopilib qolishi mumkin degan holatimiz mana shu. Operatsiyadan keyin hammada ham homiladorlik yuzaga kelish ehtimoli bo'lmaydi. Buni albatta tushungan holda harakat qilinishi kerak. Bugungi ikkinchi bemorimiz, bular turmushlariga 3 yil bo'lgan, umuman homiladorlik yuzaga kelmagan va bemorimiz o'zlari birinchi ko'rikka rentgen qog'ozi bilan keldilar. Ko'rib turganinglardek, bu yerda mana uchburchak bachadon oldingi bukilganligi hisobiga pastga qarab turibdi va trubadan suyuqliklar ketyapti. Ya'ni ikkala truba ham ochiq. Va rentgenda albatta bizga shartlardan bittasi nafaqatgina bitta ko'rik, ikkinchi rasmi ham bo'lishi kerak. Ya'ni 5 minutdan keyin ham olinganda kontrastni mana to'liq qorin bo'shliqqa tushayotganini ko'rdik. Bu bemorimizga tavsiya qilganimiz, turmush o'rtoqlarining urug'i oldingi analizlarda pastroq chiqqan ekan. Agar bugun xudo xolasa qaytadan urug' analizi beradilar, yaxshi chiqsa, turmushlariga 3 yilni hisobga olib, inseminatsiya jarayoniga tayyorgarlik ko'ramiz.